Biz Farg'ona viloyati Kirjili eski bozorda biz mana bu har xil turli narsalar bor. Nima desalaymi, mana bozor hududiga kirdi, yana bir boshdan hozir obzor qilib o'tamiz. Men sizlarga mana yangilik o'zim ko'rmaganman, mana endi ko'rishim bu narsani. Oyoqni massaj qilayotgan hozir. Oyoqni tayini massaj qilayotgan, mana yurib massaj qilsalaring, nerv tomirlaring, oyoqlaring tayida butun tanalaringga tegishli tomirlar bo'ladi. Ashular massaj bo'lsa dam oladi. Sester paytda ishlab chiqarilgan ekan. Chiroyli holatda ekan. Narxi 350 mingdan kecha o'tib beramiz deyapti tog'amiz. Bitta nima desalang, gaz balon deysizlarmi? Mana cho'yan vanna deysizlarmi? Garajning ichida oldingali baraban kir mashinalar deysizlarmi? Hamma har xil narsalar bor. Yana nimalarni qo'yaylik. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, yaxshi bo'layotgan bo'lsa, like qizartirib ketishni unutmanglar. Tog'amiz Kirgilda mana shu do'konda turar ekanlar. Nomerlarni ham yozib qoldiramiz. Kesalang, shu narsa yosh kattalar uchun zo'r ekan. Oyog'ini tayini bemalol uyda qo'yib olib massaj qilsa bo'laverar ekan. Yana nimalar? To'pchilar uchun kerak bo'ladigan narsalar. Mana devorlar. To'pchilar, eski yangi devorlar aralash. Suv motorlar. Nima kerak bo'lsa mana shundan topib olasizlar. O'roq deysizlarmi, arra deysizlarmi, bolta, pichoq. Qana narsa bo'lsa shu yerdan topasizlar ekan. Yangi devorlar ham bor ekan. Mashinaga kerakli zapchastlar mana. Elektr zapchastlari, fara, stol. So'yib sotib beradilar. Kalpaylar bor ekan mana. Sakras mashinamiz bitta kalpay tushib qoluvdi. So'raylikchi. Kalpaylarni hech bilagan aka. 10 uchun hech bo'l, Matistiki. Matistiki 60 ming ham. 60 mingdan kam biliklarni rabotchi kalpaylar ekan. Yangisi bor 70 ming qilib beramiz. Mayli tog'alarni. Bo'ldi bor. Ularni hech bilmaydi aka, tellatmaydiganlar. 110 ming qilib beryapmiz. Ashi yangi. 110 ming so'm. Ichkarida ham bor, boshqacha turlar. Chiroyli? Mana har xil turlaridan bor ekan. Rangli deysizlarmi, rangsiz deysizlarmi, jumalaqli deysizlarmi? Jumal 170 deyapmiz, 160 qilib beramiz. Yangi bu ham. Uni qora ham bor, mayda to'polon. Ha, bo'ldi bu. 160 ming. Bemalol. Yana bular Nomerlaring necha? 90lik, 90lik, 832, 832 1500. 1500 ga bemalol telefon qilib aloqaga chiqsalaring, mashinaga kerakli zapchastlar. Avlisovkalar. Yangi avlisovka, eski barlar deysizlarmi? Kalonga nechmi? Kalonkalar originallari keldi. 450 ming deyapti, 400 ming qilib beryapti. Suv bilanmi? Yo'q, qutuligi bor ana, tayyorlari bor. 400 ming, qutuligi 400 ming. Shuna tayyor. Pastdagi nomerga aloqa qilsalaring, agarlar chiroyli narxlarda qilib berishadi. Kirgili eski bozorga, pastga mebel bozorda oldiga tushganlaringda. Aytibdi, uycha bor, uni ham chiqarib olsin. Sonra uycha bor deyaptilar, akalarimiz. Shu uychani ham qo'yib oling dolar. Eshiklar bor eski, rabotchi. 1 million bo'lsa, Kaptar qo'g'lar boqqan temirdan mana garajcha bor ekan, qapas. eshigi ham toptaradi. Eshigi ham toptaradi. Eshiklar. Bu nech bilanda bu garaj? Garaj 900 bo'lsa ham berib yuboramiz. 1 million 400 ga olganmiz o'zi. Dastavkasi o'zi olib ketadimi? Yo'l kirasi? Ketaveradi. O'zlari olib ketaveradi. O'zi 1 million 400 ga oladi, endi joy chatalni uchun sotib yuboramiz. Ya, bo'ldi. Kimga shunday garajlar kerak bo'lsa, qapas qilmoqchi bo'lsalar, past nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bozorlarni bersan? Keyin cho'day yo'q. Rahmat. Bu albatta bolalarimiz uchun velosipedlar bor akalar. Narxlarni bilgani egalari yo'q shekilli. Narxlarni ham bilib beradi egalari bo'lganda. Masalan, Farg'ona mebel bozori. Yangi mebel, eski mebel aralash ekan. Mebellar narxini bilib beramiz akalar. Mebellarimiz yangi, eski aralash. Chiroyli holatda turibdi. Nech bilan aka bu?
1,5 milyon, 1,700,000 so'm ekan. Bu rossiyskichi aka? 600.000 ga beramiz. 600,000 ga. Nomer aytasizmi? YouTube'ga qo'yib yuboramiz. Yo'q, qo'ymaylik. Egasi kelgan yo'q. Aslarchi basmi? Eski bozorga kezalar oxirida mana. Ishdan topaslamay bil. Egalari yo'q ekan, sheriklar narxlarni aytib berishdi. Mana bu tomonda ham yangi eski aralash. Nima desalayim bu? Mana chinor sondoqlar bor. Sondoq nech pul aka? 150,000 berasiz. Bu hali eski chinor sondoq ekan-da aka, yo taxtali eski sondoq. Mana eski kukun mana shpaner tumbalar ham bor ekan, yangilari ham bor ekan. Nomer berasizmi aka? Ular sotilganda o'zi nomer bergani, bu sonda qoladi. Ular sotilgan narsalar. Ay, yangi yasab bermaysizmi? Yo'q, biz olamiz sotamiz. Ha, eski olib sotasizlar xolos. Yangi. Yo'qmi qo'shilgan? Hozir batda hamma narsalar sotilgan ekan, ya'ni bemalol kelaverasiz. Eski bozorda oxirida joylar ekanmiz. Aka rahmat. Hozir bo'lasizmi videoga? Tomonda stol stullar, dislar, kuxunli mebellar, har xil turlaridan bor ekan. Oshxonamiz, rossiyskilar. Chiroyli holatda ekan mana. Egalari ko'rinmayapti, egalari bo'lganda nima? Shunday holatda ekan. Egalar, mebellar, eski yangilar aralash. Har xil nima desalar ham shu bozorga kezalang topaverasiz. Yoqimli ishtaha bor unaga. Tushunsiz? Yangi salar, yangi eski salar, eski aralash, quralash. Ustalarga zab kuluvchilar ham bor. Kuluvchilarning ham har xil turlari bor. Videolarimiz yoqgan bo'lsa, like qilib ketinglar. Yana qana videolar qo'yaylik eski bozordan. Nimalar narxini to'liq bilib beraylik. Doktorlar ishlaydigan narsalar ham bor ekan. Mana qozon, tovoq, o'choq har xil turdan alyumin narsalar bor. Uy ro'zg'or buyumlari uchun. Ashqozoningiz nech pul tova? 120.000. 120,000 so'm. Qani? Listlar bor ekan. Har xil turda. Ya'ni shularni bir boshdan narxini bilib beringlar. Siz bilib, telefon nomerlari bilan qo'yib beramiz. Ba'da mont qozonlar alyumin. Ro'zg'orga kerak. Nima desalaring bor albatta. Eski mis idishlar. Egalar hammasini egasi xalqinga qochib ketibdi. Bozor obdi. Flagalar, pelisoslar uni. Flaga nech plaga? 380,000 so'm bunisi ekan. Kattasi-chi? 480. Kattasi 480. Eski bozorga kezaling mana joylari. Bemalol kelaverasiz. Mont qozon misol, ya'ni mont qozonlar bor. Katta, kichik har xil turidan bor ekan. Gaz plitalari. Bu bozorda joningizdan bilan hamma yo'q. Eski, yangi aralash. Har xil turlar, har xil narsalar bor. Rabotchi pelisoslar. Pelisos nech pul aka? 350. Nargisi? Rabotchi ishlaydi aka. Ishlashiga joy. Ana har xil turdi. Nijavika, bishavika, kukumara. Hop, nima desalang topasizlar bu bozorni. Akamizdan mebelni narxini so'raymiz. Ana, asosiy mebelimiz. Nech pul aka bu mebel?
1.800.000 sotildi aka. 1.800.000 sotildi. Mana shu uchovi bitta komplektda. To'rttami? Ha, aytdan bo'linadi. Sir bo'lmasa nechga sotildi? 1.800.000 1.800.000 ga sotildi. Dastlabki ustanovkasi. Dastlabki ustanovkalari bilan. Bu nimamiz nechmi? Xitoydiki aka 2.800.000 ga beramiz. Dastlabki ustanovkasi ichida. Bu polni chachiladi Xitoydiki. Bu yangicha aka. Yangi 5.800.000 ga beramiz. 5.800.000 ga ikkita tumbasi, divani, tremosi, tish panellari bilan mana. Va taylari temir ekan. Bemalol. Qolagancha yuk qo'yaverganlar, ochib qo'y. Ularni ichi chechilarni yozatib qo'yadi. Ko'rsatib beraverang. Mebellar kerak bo'lsa, Yaponlar. nomer bering aka. 99lik 99lik 643 643 98 98 ga aloqa qilsalar akamizda yangi ham bor, eski ham bor. Ishlaringni bitirib berishadi. To'g'ri, mana nijaga idish. Har xil turlari bor. Balyarka, hamma yo'q, drill, mashtugaga kelaverasizlar. Nima desalang bor bozorda. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like qizartirib ketdilar. Yana nimalarni to'liq narxlarini bilib qo'yaylik, kommentariyga yozib keting. Gaz ballonlarimiz. Vannalar. Yana nimalar qo'yaylik? Kir mashinani eski yangilari, seflar, katta kichik har xil turlari bor ekan, mana seflar ham. Bemalol bozorga kelsalar, shuni eshik, asosiy eshikdan kirganlaringda chap qo'ldi. Odam bor ekan. Seflar nech puldan aka? Seflar 350 dan 900 minggacha katta kichigiga qadar. Eng kichkinasi 350 mingdan boshlanadi. Hamma bor, hammasi. Hammasini kami bor ekan, uni chiroyli holatlarda aytganlaringda qilib berishaveradi ekan. Yo'q, sifat ko'ringlar. Sifatlari mana. Tiniq holat ichki 2 qavatli qilib qilib berishaverar ekan. Bularni nech pul zavatskoy? 2,5 milliondan 5 milliongacha bular. Bu zavatskoy o'zi eski chiqqan. Anolar bular ham yangi. Bu o'zidan yasagansiz. O'zim yashagan yangi. Ha, yangi mana. Qayam bu, hammalardan ofisga ham bor. Anchitasi turgan pul 12 ta bor-ku. Ha. 350 dan 900 gacha tushadi. Ha, mayaqda. Mana 359 gacha. Mana bu yerdagilar qimmati, arkadagilar yana qimmati bor. Qaysi ham. O'zini nimasiga qarab narx oshaverar ekanda. Katta kichigiga qarab. Sizga qadar narx oshib boradi. Nomer berasizmi, tog'a? 93lik, 93lik 480, 480 39, 39 75 ga. Bir aloqaga chiqsangiz, sef kerak bo'lsa, tog'amiz chiroyli narxlarda qilib beradi. Sog' bo'ling, tog'. Yana nimalar haqida qo'yaylik video, kommentariyada yozib ketsangiz, izohladi. Biz mana eshikdan chiqamiz. Shu eshikdan kirganlaringda mana chap qo'lda seflarimiz. Bag'i eski mebel bozori.